Assalomu alaykum. Namangan taxta 2025 kuzatuvchilari. Bugun hafta kuniga yakshanba 7-dekabr, xudo xolasa yangi taxtalarimiz kelgan. Xudo xolasa narx-navos bilan tanishtirib o'tamiz. Inshaalloh narx-navosini xudo xolasa tushirib, xudo xolasa odamlarga manfaatli bo'ladi. Xudo xolasa taxtalarning sifatlari 100% chiroyli holatda bo'ladi. Xudo xolasa aytilgan narsa ash holatda bo'ladi inshaalloh. Kanalimizga yangi bo'lsani bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar. Xudo xolasa kanalimiz rivoji uchun qurilish qilgan aka-ukalarimizni jo'natib qo'ysani xursand bo'lamiz inshaalloh. Akalar, qani videoyimizni boshladik inshaalloh. Bitchekadan narx-navosini, razmerlarini tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa to'sinli, strafli, lagerli, polli, xudo xolasa joyimizni eslatib o'tamiz. Namangan viloyat Namangan shahar avtovokzal Shamshibop bozori 2-yo'ladi. Xudo xolasa Tera bozordan kirganda ham o'rta dorozdan kirganda 2-yo'lab bo'ladi. 561 o'zi o'tamiz. Adashmaslik uchun odamlar ko'p kishi so'rayapti-da. 562 563-joyimiz mana. 563-joy. Bemalol kelib taxtalarni chiroyli narxlarda xarid qilinglar. Inshaalloh narx-navosini ketdik, xudo xolasa tanishtirish o'tishga harakat qilamiz. Narx-navosi xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beramiz. Bizda har doimgidek $1000 taxta olgan odamga vodiy bo'lib dastlabkamiz mutlaqo besplatniy bo'ladi, xudo xolasa. Jigarlar ketdik. Strafilamiz o'ta akkuratniy, o'ta chiroyli holatda. Tinishli ham akkuratniy, 100% sasna. 11+ qalinligi 34. Shu yerimda aytamiz. Holatlari o'ta ideal inshaalloh. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa akkuratniy holatda bo'ladi. Chiroyli, sifatli 100% sasna. Xudo xolasa zakaz bersani mana shu holatda bo'ladi. Birorta abzoli garbili bo'lmaydi. Xudo xolasa buni narxiga keladigan bo'lsa, narxi 62 ming so'mdan donasi. 62 ming so'm 100% sasna bo'ladi. Buni strafiyaga ishlatiladi. Razmeri 11+. Eslatib o'tamiz. Eslab qoling, 11+. Buni 55 ming, 56 ming variantlari ham bor. Razmerida, taxtani sortida farq qiladi. Shuni eslab qoling. Reykamiz bo'ladi. 47 ga, qalinligi 32, uzunligi 4 metrlik. Bu ham katta butoq yo'q, o'ta sifatli, donali bo'ladi. Birorta abzoli defekti bo'lmaydi. Xudo xolasa chiroyli holatda bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsa, metri 1 metr 6 ming so'mdan. 1 metr 6 ming so'm. Xudo xolasa ichidagi garantiya. Xudo xolasa mana 8 dan bog'langan, ikki qator qilib, birorta abzoli garbili chiqsa, o'sha bir dona pachkaning ichida 8 donaning ichidan bir dona chiqsa, o'sha narsa tekinga bo'ladi akalar. Abrishotganimiz bo'ladi. Yangi tushdi mana kechagina. Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. 8 ga qalinligi 2. O'ta holatlari o'ta chiroyli holatda bo'ldi mana. Ko'rishingiz mumkin. Buni katta butoqlar birorta ham yo'q, xudo xolasa. Chiroyli, sifatli. Xudo xolasa bemalol murojaat qilsani inshaalloh chiroyli qilib, dastlabki qilib jo'natamiz. Musofir turgan aka-ukalarni bemalol zakaz bersani mumkin. Xudo xolasa uyga boradi, taxta yo'qsa desa pulini, yo'qmasa vazorat qilaysiz. 1 so'm sizlardan ziyon bo'lmaydi. Buni narxiga keladigan bo'lsa, narxi 25 ming so'mdan donasi okalar eslatib o'tamiz. 25 ming so'm. Cheklanmagan miqdorda bor. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Mana lagerlik bo'ladi. Listvak 15, qalinligi 5 deb aytamiz. 4.8 bo'ladi. 4.8 ga 15. Xudo xolasa listvik to'sin balkaga ishlatadi. Bu materiallarimiz xudo xolasa qattiq material bo'ladi. Ba'zi bir odamlar tushunmaydi. Sasna ham bo'laveradi. Sasna materiallarimiz yumshoq bo'ladi. Bu listva temirdan 2-o'rinda turadi. Qattiq material bo'ladi. Keling ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa tinchlik ham o'ta akkurat holatda, cho'tki holatda bo'ladi inshaalloh. Buni narxiga keladigan bo'lsa, narxi 125 ming so'm donasi akalar. Eslatib o'tamiz, 125 ming so'm. Uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Xudo xolasa. Abrishotganimiz yana bir bor ko'rsatib o'taylik. O'ta akkuratniy holatda, xudo xolasa. Bu yoqda ham o'zi listvat lagerlarimiz 15 ga 4,5 pachkali bo'ladi. O'ta akkuratniy holatda. O'zi bu yoqda razmerlari bor, pastga tushirilgan pachkamiz bor, xudo xolasa. Narxni sifatlarga qarab ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa.
Endi bu strafilimizga keldik. Xudo xolasa sifatli, chiroyli 6 metrli strafilimiz bo'ladi. 14 ga qalinligi 34, uzunligi 6 metrli. Xudo xolasa bitoqsizligi o'ta holati zo'r. 60-70% taxtamiz bitoqsiz bo'ladi. Xudo xolasa akkurat holatda bo'ladi. Buni narxi keladigan bo'lsa, narxi 115 ming so'mdan donasiga. Yana bitta varianti bor. 12ligi, to'liq 12ligi. 12ligi ham so'rashadi. To'liq 12, qalinligi 34, uzunligi 6 metr. Mashina holatda abzoli, garbili defekti yo'q. 70-60% taxta bitoqsiz bo'ladi. Buni donasini 115 ming dedik. Buni donasi 98 ming so'm chiqadi akalar. Eslatib o'tamiz, 98 ming so'mdan. Xudo xolasa chiroyli, to'rqir abzoli, garbili bo'lmaydi. İnşallah. Abrishotkamız bor. Lestvak, budjetniy varianti, ehtiyotli, chorniga ishlatilganligi. 10 plyusovoy, qalinligi 2 plyusovoy, uzunligi 4 metrlik. Buni defekti bor, abzoli, garbili bor. Narxi 27500 so'm qilib beramiz. Xudo xolasa bemalol aloqachi sana bo'lardi. Bu yoqda strafilligimiz bor. Xudo xolasa sifatli, chiroyli strafil. Ko'rishingiz mumkin. 13, qalinligi 3,5, to'liq 100% sasna bo'ladi. Holatlar ideal holatda, zakaz bersani shu holatda bo'ladi. Birorta abzoli, garbili bo'lmaydi. Xudo xolasa buni narxiga keladigan bo'lsa, narxi 75 ming so'mdan donasiga. 75 mingdan eslatib o'tamiz, 75 ming so'm qilib beramiz donasiga. Mana 6 metrli strafilimiz. 12 da aytiladigan razmer 11ligi, to'liq 11ligi. 11 ga qalinligi 34, uzunligi 6 metrli. Holatlar xudo xolasa zo'r. Buni nam taxta bo'ladi, quruq emas. Buni narxiga keladigan bo'lsa, narxi 88 ming so'mdan donasiga. Bemalol aloqachi sana bo'laveradi. 20 ga qalinligi 4,5, uzunligi 4 metrlik balka sasnamaz bo'ladi. Odamlar sasna ham ishlataveramiz deydi, sasna metrli, uzunligi 4 metrlik. Buni narxiga keladigan bo'lsa, narxi 155 ming so'mdan donasiga. Endi navbat pol taxtamizga ko'rishingiz mumkin. Sifatiga bitta baho berib ketasizlar. Kommentariyada o'z fikringizni yozib ketsangiz xursand bo'lamiz. Mashinaga bitoqsiz o'ta ko'p. 50-60% taxta bitoqsizligi zo'r. Inshaalloh 100% sasna, defekti, abzoli, garbili yo'q. Xudo xolasa buni donasiga keladigan bo'lsa, donasi 35 ming so'mdan donasiga. Bemalol cheklanmagan miqdorda bor, bemalol aloqachi sana bo'ladi. Lagamiz, bo'yaga atgan lagamiz 15 ga qalinligi 4,5, uzunligi 4 metrlik. Cheklanmagan miqdorda bor, bemalol aloqachi sana 120 ming so'mdan qilib beramiz buni donasini. Bu yoqdagi polimiz 12 plyusovoy, qalinligi 2, uzunligi 4 metrlik. 100% sasna bo'ladi. Holatlarni ko'rishingiz mumkin, o'ta chiroyli holatda. Buni donasiga keladigan bo'lsa, donasi 50 ming qo'yganmiz, 48 mingga tushirib qo'ydik, 48 ming so'mdan qilib beramiz. Ko'rishingiz mumkin bemalol. Bu yoqdagisi 10ligi. Bu yoqda ko'rsatgan 35 ming so'mligini 9lik bo'ladi. Bu 95-96 chiqadi. Shireenasi qalinligi 2, uzunligi 4 metrlik. Bu ham 100% sasna. Abzol garbili bo'lmaydi. Xudo xolasa chiroyli holatda. Bu donasi 37 ming so'mdan qilib beramiz. Bemalol aloqa chiqsana bo'ladi. Xudo xolasa taxtalarimiz o'ta seroq, qanaqadir razmerli kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Bu yoqdagisi 10 plyusovoy, qalinligi 3,5, uzunligi 4 metrlik, 100% sasna bilan. Bu donasi 58.500 so'mdan qilib beramiz. 58.500 esda qolsin. Balkamiz 15 ga qalinligi 4,5, uzunligi 4 metrlik. Xudo xolasa chiroyli holatda mana. Tik qing'ir qiyshig'i yo'q. 120 ming deganimiz mana bu yoqda mana pachkasi bor yana. Mana o'ta akkuratniy holatda, 100% quruq. Ideal holatda bo'ladi. Bemalol qanaqadir razmerli kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa brusimiz bor. 9 ga 9, 10 ga 10, 4 metr, 6 metrli, 15 ga 10, 10 ga 15 hamma razmerlarimiz bor. Bemalol aloqa chiqsana bo'ladi. Xudo xolasa vodiy bo'lib $1000 taxta olsa, dastavkan besplatniy bo'ladi, okalar. Qo'llab-quvvatlab, kommentar o'z fikringizni qoldirib qo'ysangiz, xudo xolasa xursand bo'lamiz. Xudo xolasa like bosib, obuna bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xudo xolasa qanaqa keyingi videoyimizda uzr, ozgina sog'lik uchun tilim ozgina shashilanyapti.
keyingi videomizda qanaqa taxtani narx-navosi qiziq bo'ladigan bo'lsa yozib qo'ysanglar, xudo xohlasa narx-navosini reklama qilib o'tamiz. Taxtani o'zini reklama qiladi inshaalloh. Sog' bo'ling, salomat. Alloh hammani asrasin. Sog' bo'ling, salomat. Yaxshilikda ko'rishamiz.